Kim? Oh, Santa. Birisi görüp kalmasın. Qo'riqdan qandaq chiqalading, Santa? Yani araya darvoza önüne nereye ketken fırsatı çıkıp aldım. Izora'nın işi mi? Yani onun nima bo'ldi? Esanchi, Santa? Oyçağını devirin. İzora'nın işi bilen sizni izlep gelişim. Andres ikisi hazır dayak astı. Xudo, o nimanchi rahimsizdi. Andres İzora'nı kutqizim edip Lyonsiyonu urdi. Izorachu. Onu bilmedim. O ikisi gap qilsa qilishmayli mishlashib ketdi. O yemeğiyle ben de bunda qilsangiz qandaq bo'ladi? Yur, biz mangayli. Men ularga jinimni tikib qo'ydim. Kecha mashhada turamsa. Bu Begzodning buyruqi. Elimi xayolimga kirib qolsa degina. Qara, sen qandaq yaxshi nasib keldim. Bu sen yaxshi ko'radigan surgush. Yesam bo'lamdi? Bo'lmaydigan nimasi bor? Seni bu yerda kim ko'ratdi? Oh, beşim yeydigan. Mashhada surgushini yapyotdi va toziya. Tezroq meygila ben hepimiz haq ko'rib qoldik. Biz kelib qolmasin. Bizga faqat bir yo'l bor, Izora. Bu yo'lda ma'nosingiz bo'pti-ki. Men bu yo'lda meningcha xeli burunli o'ylab qo'ygan. Bu siz uchun baxatarlik. Hayotingizga xavf yetadi. Qachayli. Bizga qechishdan boshqa yo'l qolmadi. Qandaq qaçımız da ular istiyallab olgan kampus rayonidagi qullar o'z atrofidagi qo'riqlarga qachamaydigan tursin. Tavakkul qilmay bo'lmaydi. Menimcha qochmayli, dada. O'zingga ishongin, obdan qizim. Mening qochqim yo'q. Siz bilan ko'rishib oldim. Qolgan ishlar men uchun muhim emas. Intayin muhim. Oldingda tek nurg'un ishlar bor. Bunda xiyollarni qilma, Izora. Cho'qim qilishish kerak.
Hech kim yo'q, Migil apandi. İbtida qo'rqig'i seni bir boshqa xating kelibdi-kan. Meningmi? Qiziq ish. O xat Parijdan kelibdi. İbtida qo'rqig'i evatibdimi? O xat yenimda. O'qib boqamsa? Ma'qul, o'qib boqay. Qo'rqib jinim chiqdi. Tazma azoblangansan. Undaq o'ylama Santa. Yamanlık yanıdı. Ular çoqum jajisini yeydi. Mening xo'sh bo'ladiganim u iflosning o'ziga kelishtirib bir mush silib oldim. Endi qo'ldan kelganini qilsin. Agar men mishadli bo'ladigan men fursat tepib uni yana urma. Yaxshi dedim. Andres, u buzuqning mengisini chuvatgan bo'lsam, hammamizning dardi chiqatdi. Men bo'lding Izora. Nimish ko'nglingni yerim qilsa? Bu xatda zot nimalan debdi? Yilqi mashhur artist esingizdami? U mening o'rlik chiqishimga yordam bermoqchidi. Esimda. Ne bo'ldi? Bir necha oy ilgari uning xat yozib yordam so'radim. Endi sana yordam beraman degan. Xat shundoq debdimi? 3 oy bo'pti. Besanson xonim o'lib ketibdi. Bu xat uning katibidan kelibdi. Ko'nglingni yerim qilma. Amal yo'q dada. Hech qanday qo'l qechib qutulolmagan. Bunun sebebi ularning puli yo'q. Menda hozir 15 million lis pul bor. Sizda rostda 15 million lis bormi? Bu pulning nereden kelganligini men san keyin deb beray. Almashqili kelgan qorovullarga qanday amal qilsak bo'la? Ularni pul verib setib olaylik. Shuna qilsak bu yerdan qechib yiroqchalar berib olaymiz. Her birini 50 qamchidan uringlar. İkisini qo'shlab uringlar. Ati tushdim burun bo'lsin. Badini qonga milinib. Go'shlari titilib ketsin. Ati tushdim burun soat 9da. Her birini 50 qamchidan uringlar. Beshini yeydigan qorovullarni setib olg'ili, pullarni bo'lib qo'ygan edingiz. Bölüp qo'ygan yana Arya. Men xato ko'rib qolmagandimmi? Nimani tayis? Migil apandining bugungi yurishtirishi odatdagiga o'xshamayroq qilib edi. U bir ish qildigan o'xshaydi. U nima qilmoqchi edi? U bu xatni oshxonaga qo'yib ketibdi. Men muborak huzuringlarda ko'p yil ishlab, ko'p yaxshilik ko'rdim. Sizlar bilan xo'shlashmay ketayotganim uchun intayin xijilman. Amalsizlikdan shundoq qildim. Xenim bilan yaxshi niyatlik janobi Enrique gap keltirib qo'ymaslik uchun shundoq qilmay bo'lmadi. Mening bu ishim qonuniy jihatdan qaraganda gap so'zsiz jinoiy harakat. Men bugun kecha qizimni ib qochmoqchi. Sizlar izoroq yordam qilgan pulni yo'lda ishlatmoqchi bo'ldim. Meni kechirgaysizlar. Xenim bilan janobi Enriquening qilgan yaxshiliklarini umrvoyat unutmayman. Chaqiringlar Migil. Qechibdi-da. Bu xatarlik ish shundaqmi? Ha, noit xatarlik. Bu gulni Bertalit apandiga berib qo'ying. Bu uzuksizdi Qosim. Buni xonanam menga 15 yoshga to'shgan kunim sovuq qilgan. Buni ko'rganda meni ko'rgandek bo'lasiz. Chapsan bo'l Izora, kechikib qolamiz. Endi seni ikkinchi ko'ramayman, qizim. Yo'q, yani Arya. Biz yana ko'rishimiz. Qulluq tizim bekor qilingan kun çok ko'p ko'rishimiz. Mening necha kunlikli umrim qoldi. U kunlarga yetib borolmayman. Qulluq tizimni bekor qilinganligini Mayli Izora, ko'ramayman. chapsanoq mayli. Bayatda nima ishlarni qilding? Sening nimchatlig'ing. Sen yig'labsan-ku. Ko'z uzamning bo'lgandikin yig'lig'im kelsa yig'lavermandim. Yolg'on ajab qamlashtirsan, ha? Cho'qim bir gap bor. Hey, beshini yeydigan ne borsa, to'xta, to'xta deyapman, to'xta. Rost bir ish borkan-ku. Migil apandi,
bu xotinni vaqirg'izmayli. Vaqirg'iz kes vaqiraversin. Baribir hech kim anglamaydi. Buni menga topshiringlar. Buni o'li qilishadigan hisobatim bor taxi. İşblas. Köygünü koyatızlar. Öldür. Santa. Meni Köygünü koyatızlar. Bozuk İşblas. Öldür. çapsam meni. Seni karıla bomlusun. Kızım, seni karıla bomlusun. Çapsam meni. Kes Santa. Mağaydı. Çapsam meni. Tez bak Mağaydı. Tez bunu. Tez Migila. Bunu işte. Tez Mağaydı. Ay Xudoyim, mana jinim qizim. Men unutib qolmagan qizim. Menla ishtik, menla ishtik. Shundoq yetevagin zaharlik ilon. Bu mümkün emas. Qaravatgan odam bor emasmidi? Qarovulni urib hushsizlantirib yetibdi. Roza xonimni urib yiqitib qo'yibdi. Biz uni daryo bo'yida hushsiz yotgan yerini topdik. Roza, yani Arya'nı yordam berdi deydi. Bo'lmasa ular qochib ketolmaydi, Begzada. Necha odam qaravatgan? Sizning topshiriqingiz bo'yicha 2 odam qo'ygan. Men sana ikkala odam qo'y demagan. Biroq Leonsiyo Begzada. Halva. Hammangdan qipi. Men odam avatib izchidan birini tepib keldim, Begzada. Ular qochib ketamaydi. Ular mendan qutulolmaydi. O'zingizdan besveling, Begzada. Qochqan qullar cho'qim tutiladi. Ular jiroqqa boramaydi. Ularni qochirib qo'ymagan bo'lsang, seni ayblabmi ketmaydim. Bo'pmi Izorani qochirib qo'ysak bo'lmaydi. U rostli qochib ketadigan bo'lsa, mendan yaxshilik ko'maysan, Fransisko. Yaxshilik ko'maysan. Bu ishni men qo'yib berim. Ishki zangi bilan yeliq qerni o'ltirib atdi. Lekin yeliq oqtanli qizni tirik olib kelsa, Xo'p, Begzada. endi mansang bo'ladi. Ber vazifangni o'rinla. Xotirjam bo'ling, Begzada. Mening qo'limdan birmi qul kechib qutulgan emas. Bu ish qislar mas'ul. Bo'lmasa ular bundoq oson qochib ketamaydi. Tatgan ziynimni sizlar to'laysizlar. Bizni mundaq ayblashga haqqingiz yo'q, Leonsiyo. Mening o'g'lim sizning qullaringizni yo'shirmadi. Ular hozir nerede? Ularning nədligini bizim bilməyimiz. İşəmişsiniz, Migil əpəndinin bizə qaldırğan xətini oxut yaqın. Qandaq, bu iş bilan bizning aloqamiz yo'qmikan? Ularni hargiz kechirmayman. Biroq bir gapni sizga aytib qo'yay. Agar boldiroq bilgan bo'lsam, ularning qochib ketishiga xo'shallik bilan yordam bergan bo'lardim. Sana shunimi aytib qo'yish zarur-ki, Leonsiyo. Biz ular taraf tuturimiz. Agar bu ishda bizning mas'uliyatimiz yo'q deyilsa, bu tamoman tasodif ahvol. İmkoniyatimiz yor berdig'illa bo'lsa, kuchimizning bericha yordam beramiz. Men hozir intayin xo'shal, chunki Migil apandiga bergan pulim ularning do'zaxdan qutulib ketishiga yordam bera oladi. Men ularga atab ibodat qilib, ularning jirag'aroq ketishini, sizdek bir odamdan qutulib ketishini tilayman. Xabar bormi? Yo'q. Sen degan iliq izchi ishonchlikmi? Uning ko'ngil to'xtalansa, Hozirgacha uning qo'lidan birmi qul qochib qutulamabdi ekan. u qullarning puli yo'q-da. Ularni bo'lsa, Sinancha ular jiroqqa qochib ketalarmi? Ko'nglingizni deb baqa. ularning puli bo'lsa, buning birini deb bo'lmaydi. Mening ko'nglimga bir aql kelyapti. Qanday aql? Gazetga e'lon chiqarib, tutib berguchilarga in'om va'da qil. Seningcha qanday? Belli, bu buldigan aqlki. E'lon chiqiray. Amisi e'lonning kopiyasini yozib chiqayli. Gazetga e'lon chiqarish. Bu maslahatin qaltis joyda bo'ldi-jumi.
Undaqda seni avar qildigan bo'ldim. Bu yoq kel, qalamni sen tut. Kel, sen yoz. Mundaq yoz sen. Mazkur didek Kampos shahridagi Janobi Leoncio Almeidaning qo'rqidan qochgan. Bu didekning sol ko'ksida kepina qon cheklida tamg'i besig'liq. Onun kiyinish ko'rkam. Gap so'zlar joyida. Pianino chalishga usta. Yaxshi tarbiya ko'rgan. Chiroy turuq kelishgan. U xuddi yuqur tabiiy xonimlarga o'xshab ketadi. Qashqallarning yana birining ismi Miguel, Portugaliyalik. U o'zini didekning dadasi deb olgan, qolgan ikkisining ismi Andres, Santa. Bu qullar ehtimol ism familiyasini o'zgartirib olgan bo'lishi mumkin. Bularni tutib bergichlarning yo'l xarajini peqir ustiga oladi. Hem tutib bergichiga 10 million les inom berdi. Topamidingmi? Topamadım. Bu gapchimish ishning ahil turib, bir necha qulni topaman deb 5 kun daldida aylanib yurib, endi hech nadan topamadim deb menga mush quruq xabarni ko'tarib keldingmi? Rastlı işlerden tapamadım. Yo'qol, ko'zimda yo'qol. Mening ish haqimni çok. Nima? Qaysi so'zing bilan mendan ish haqi talab qilyapsan? Sirtda 5 kun aylanib yurib, hech qanday yip uch topamay, yana mendan ish haqi talab qilamsan? Bilib qo'y, mendan bir tiyin olamaysan. Demayman. Chapsaroq bu uydan yo'qolgin. Yuragimga cho'nglig'ini buni. Mendan haq talab qilyapti datiq. Biroq u xil izdabdi. U hech qanday yip uch topamabdi. Yarmas. Gapingiz sal ortiq ketdimi qandaq Bayzoda? U azroq bir narsa bayqagandek qildi. U ularning qo'riqdan sal bilan qochib ketganligini bayqabdi. Daryo bo'yida ularni bir arov saqlab turganmish. Aras ular arovga o'tag'an bo'lsa, cho'qim jiroq qochib ketdi. Bidigar tajribalik usta izchi. Mushkamgacha bir qo'lmi uning qo'ldan qochib qutuladigan emas, Bayzoda. Sen bu kalvaq chapan yip nim qilmoqchi. Shu orqali javobgarlikdan qochmoqchimi? Nima? Men javobgarman taqa? To'g'ri, ularning qochib ketishiga butunlay sen javobgar. Sen javobgar, Fransisko. Uqdingmi? Sen dalil ko'rma. Voy xudoyim, u odam nimani cholar ayimsizdi. Bu gaplarimni kechiring xonim. Leoncio haqiqatan yalmovuzning o'zi ekan. Bu gapcha izora bordigan yeri yo'q Qochqundek. Poytaxtga kelgan o'xshamamdi. Nega berishimizni bilmadik. Bizga faqat sizga yordam beraysiz. Poytaxtda sizni taniydi ekanmiz. Biroq bu gaplaringizning rostligiga kim guvoh bo'la oladi? Mening bu gaplarimga ishonmayapsiz. Har jihatdan qaraganda yaxshi odamdek qilasiz. Biroq men sizni tonimayman-da. Tonimaydigan bir odamga osonla ishinib ketgan bilan bo'lamdi. Izoraga bakmi yordam qilg'in ba. Rostla uning yordam qilgingiz bormi? Meni uning bilan ko'rishtira olamsiz. Uning bilan ko'rishib qo'yam sizga ajoyib voqeaning rost yolg'onligini bilib boqay. Meni jazolamoqchimi? Shundoq seni jazolash kerak. Aytdim-ku, seni jazolayman. Izorani qochib ketishiga sen javobgar. Shunga seni jazolash kerak. Qani aytingiz, siz meni qanday jazolamoqchi? Menga 3 oy bekor ishlab bersa, haq olmaysan. Qattiq ketib qoldi deb. Bayzoda, meni mundaq jazolashingizga qo'shilmayman. Shundaqla har qanday jazoni qabul qilmayman. Qo'shilmamsa, Qat'iy qo'shilmayman. U qullarning qochib ketishiga men javobgar emas. bu ishni sendalli ko'rma. Jazoyingizni qabul qilmayman, Bayzoda. Cho'qim qabul qilishing kerak. Cho'qim? Albatta. Qabul qilmaydi ekansa, seni hozirla ishdan bo'shatib o'taman. Nayt yaxshi. Andaqda men Kampos saqchi idorasiga bir berib kelsam bo'g'dak. Bu nima degani? Hech nima deganim emas, Leoncio Bayzoda. Mening gapim nayt tushunishdi. Siz meni zodi jazolayman deydigansiz, uning yo'li pek oson. Men Kampos saqchi idorasiga bormanda ularga
Malvina xonim bilan janobi Dobiyasning qandoq o'lganligini deyman. Herkes onda kılamayız. Nima shunday qilmayman? Albatta shunday qilaman. Bu işte sınav kulun batusa. Biroq planlovchi sizda. Abdaroq o'yinib beqing. Planlovchi odam sizg'u. Francisco. Meni kechir Francisco. Açığımda xudumni yo'qitib, sana to'lim adolatsizlik qildim. Bo'ldi, biz bu ishni unutib ketaylik. Xeyli ko'p jafo tatqandek tursiz qizchaq. Men bu ishlarni unutib ketsam deyman. Men qo'rqdim, dadamni debla qochib chiqdim. Ansiraydig'inim navot tutilib qolsaq, dadamni chetilib qoladigan bo'ldi. Siz o'z erkinligingizni qadrlashingiz kerak. Lekin men tex erkinlikka chiqmagan tursam. Undaq emas Izora. Qechib chiqqandan keyin erkin bo'ldingiz degan gap. Men hozir panolanğıda bir joy tepib, dadam ham birga qechib chiqqan ikki do'stimiz bilan xotirjam hayot kechirsak deyman. Yenimizda azroq pul bor. Poytaxt cho'ng bo'lgan bilan gazetga bizni tutish to'g'risida e'lon berildi, ahvolimiz xatarli. Odamlar menga har bir qarasa, xuddi badanimga qamchi tegayotgandek bo'lib ketaman. Biroz to'nib qolsa, qo'rqib yana boramanmi deb qo'rqaman. Hozirgi ahvolinglarda poytaxtda tursanglar rostli bo'lmaydi. Hozir biz nega berib, nega turishimizni bilmayotimiz. Dadam nisbiy kessak deydi, biroq iya behshiroq. Bu yaxshi maslahat bo'pti-ku. Bu yerdan bir amal qilib Amerikaga ketsak, Amerikada janub bilan shimolning urushi tugatdidek. U yerda qulluq tuzumning bekor qilinganiga 3-4 yil bo'pti. Buni sizmi anglagansiz? Anladım. U yerlarda qulluq tuzum bekor qilindi. Lekin shu topda oldimizda nurg'un to'salg'i bor. Dadam paraxodga bilet alaysiz qonuni guvanamimiz yo'q. Uning ustiga bizning ishimizni gazetda e'lon qilyapti. Bu ahvolda texnik jur'at qilolmayotimiz. Kishilar bu ishni unutib ketganda bir gap bo'lar. Unutib ketami? U mumkin. Oradan bir necha oy o'tsila, qochqon qullarni tutish to'g'risidagi e'lon kimningmi esida qoladi? Har qancha jiq pul bersimi, foydasi yo'q Izora. Shu bir necha oyni qandoqmi o'tkazamiz? Men bir amal topdim. Shundaqmi? Minas Gerais oblastidagi Babasayna shahrida mening bir yurish uyim bor. Albatta, bekmi oddiy uylar. Shu uylaringizni bizga berib tura olamsiz? Berib turmaychi Izora. Qanchalik imkoniyatim bo'lsa, sizlarga shunchalik yordam beraman. Men bir amal qilib, Enrik bilan Leonsioni aplashtirib qo'yman. O'g'lim, o ikkisini aplashtirmak uncha oson emas-ku. Uning amalini topmaymanmi? Nima avorchilik? Voy tag'a. Buning sen bilan nima aloqasi? Anitani nim deb qo'rqib keldik. Uni Enrikga yaqinlashtirib, Enrikning iliqi Sahrali qiz bilan to'y qilishini to'smamdik. Sen shu ish uchun kelibdikan-senda. Ammo men demilishga kelgan. Men cho'qim bir amal qilib, u ikkisini aplashtirib qo'yman. Unda qilmasak, bu yerga kelganning nima ahamiyati tag'a? Carmen xonimning degandek bo'lsa, uyaga pat arda yetib boramiz. Rost deysan, bu saroyga keldikmi? Babasaynaga keldik degan gap. Oxir xatardan qutuldik. Carmen xonimning uyiga berib sizlarga tamoq etib beraman. Tamoqni nim bilan etsa, charchabmi ketding Izora. Chidiqchiligim qolmadi. Ikkimiz azroq bir narsa yeb olib, Andres bilan Santaga tamoq olgach ketaylik. Ularni qo'shiq ichib o'layli dedi. Bizga 2 kishilik tamoq keltiring. Arvalo keldi. O o'z birim desin. Yaxshi vaqtda kelding Arvalo. Keshiginglar xayrli. Nima ichsan? Sizlarda riyonning oqirgidan bormi? Men sana birsini avatib beray. Baya Martin ikkimizning o'tirisi ozroq o'xshmaslik bo'ldi. Bundan sen birini deb baqana. Sal turib to'ylardi. Bu endi Bu to'g'riliq sal turib parangshay. Attani qarasina. Boshqalar ko'rsa bu odam bularni isyon ko'tarishga quftur dedi deydi-mi? Nimalarni deydigansan?
Mening av qizning kimligini bilgim kelyapti. Ko'rdingmi? Av efendi bilan birga tamoq yeyotgan qizni. Odatdagi bir qiz. Yo'q. Sen yanıma inchikra qarab baq. U bek chiroyli qiz ekan. Rost chiroyli ekan. Ularning kimligini bilgim kelyapti. Men ko'rib baqmaganlar odamlar ekan. Ey, ular putulayapti. Onundan ko'zingni uzamay qolding-ku. Nima bo'ldi? Kuyib qoldingmi nima? Rost deysan. Seningni yo'shirish ojitsiz. Emasini nima berib baxmaysan? Sendek boy bo'ldigan bo'lsam, natunish odamlar bilan paranglashishdan qo'rqmaydim. To'g'ri dedim. Berib ular bilan paranglashib kelay. Lekin boyligimni pesh qilib emas, samimiy niyatim bilan paranglashib. Sen rostli paramsa? Basam nima bo'pti? Berib nima deysan? Kechiring. Bu yerda o'ltasam sizlarga daxli qilmasmi? O'zingiz kim bo'lasiz? İsmim Arvalo Sindanadi Sosa. Mishalik ferma egisi. İkkinlarni zodi ko'rib baqmagandek qilaman. Biz Mishadni o'tib ketayotgan yo'lovchi, kechiring. Nemish kulisdi? Sana kelyapmiz, gap qila qilmaylar, seni tashlab ketishdi. Meningcha o qizning umidini sen bo'larmikan, ha? Hey, Efendim, talada itinglar bormi? bak. Neymiş? Emese, sen ularning keyniga tushib, nega bordiqligini bilib kel. Hey Rupes, va tenzik qarg'ashdi. Bo'ladigan o'yla ekan. Karmin xonim bo'lmagan bo'lsa, qandaqmi qilatdik ekan tang? Görüşkünümge xursandman, qadrlik Arvalo. Men tig'i sizni bugun oqshom kelmasmikin debdimi? Kechiring, sizda ruxsatsizlar bir og'inimni boshlab keldim. Bu yoq janobi Martin bo'ladi. Falsafa o'qigan. U hozir musofirlar sarayining xo'jayini. Qadam tashrif qilgan og'aylaringizni birda qarshi olamiz. Yaxshimisiz, Martin? 52 nomi bor Andrata jamiyatining go'zal qo'rqin ko'rishga muyassar bo'laligim uchun o'zimni to'liq baxtli sezmoqdaman. Bakmo oshirib etdingiz. Bu bir odatdagidek qo'riq. Bu sifatlaringiz do'stimiz Arvaloning qo'riqiga munosib keladi. Uning qo'riqi biznikidan 4 ta'si cho'ng. Yevropadagi eng chiroyli, eng ko'rkam qo'riqlardan qilishmaydi. Arvalo bilan birdan paranglashqina qizim. Nimaga aldiraysiz, apa? U yoqdagi amdi keldi-ku. Sening do'stlaring sendan chaqqan chiqib ketyotdi. Hashbashdagi birasi. Uning bilan opaqchapoq bo'lib ketish mumkin, jumi. Keyin sirtkilar bilan xohlagancha aloqa qilmaydi. Lekin ba'zi odamlar bilan aloqa qilmayim bo'lmaydi. Chunki bir amal qilib pul tepishimiz kerak-da. Yab yetdi versak, tag'mi to'shmaydi. U chaqda och qoladigan gap. Shunga jiroqni o'ylashimiz kerak. Siz birer char topdingizmi? Yo'q, bu haqda ati maslahatlashamiz. Shu narsa esinglarda bo'lsin. Navot bu yerga bir odam kelib qolsa, asli isminglarni hargiz aytmanglar. Buningdan keyin meni Ansermo, Izorani, Ervila deb atanglar. Ervilam chiroyli qismga. Ikkinglar bizning qulimiz qiyofati juringlar. Bo'lmasa asali gumon qilib qoladi. To'g'ri dedingiz, Begil efendi. Amskashligingiz xayrlik Ansirmo dada. Sen mening xizmatkarim bo'lgandan hujramni yig'ishtirib beralasanmi? Bo'ladi, xeni. Ko'ngling bu yerda mastak qiladi. Yana shu saroyda uchratgan yeli qizni o'ylab o'tamsiz, ha? Rost deysan, u qizni har qancha qilibmi unutmayapman. O qiz bek chiroyli emas. Shunga qalaymagan xiyollar bo'lmasang bo'larmikan? U buchoq chiroqlabmi ketgandi? Ancha yiroqlab ketmadi. Ular texi yo'l ustida. Ularning aniq berishingla sendan ikkiga chiqib ketishdi. Buni men tushunamadim. Men ularni ranjitgidek bir qizmi gap qilmagan shu emasmi? Yolg'on gap qilgan odamda cho'qim bir gap bor.
Lekin u nima ishga yolg'on gap qiladi? Sen o qizni unutib ketgan. Olaman desang, baba saynar chiroyli qizlar oz emas. Tonimaydigan bir qizni deb o'zini qiynashdan nima foydasi? O qiz sen bir qarab qo'ygan bo'lsa kashki. Uning ustiga o qizning nerdan kelganligi, kim bilan bil o'tadiganligi, nima ish qilgan gap qilganligi ma'lum emas. Yolg'on gap qilgan eliqi bobay. O qiz gap qilmadi. Uning ko'zlari shu qadar nurli ekan. Uning dili sunuqdekmi ko'rinadi. Men sen kuyinib gap qilaman. Uni unutib ketganing yaxshi. Mundaq ishlasang bir muncha ovorzlik tug'diradi. Uni unutmayman. Ayting-a, Megil efendi. Bu yerga yangi o'tirsak bo'ladimi? Tazi bo'ladi. U uyni bilaman. Tepib bora olaman. Santa, bana qara Santa. Rahmi nima? Rax. Voy isi bek oz ekanda. Shaharda mushundaq raxni setishim mumkin. Mana mayet adresim bor ekan. Baba saynar to'qilgan raxkan. Lekin buningda nima qilg'ili bo'ldi? Dasturxon tikimiz. Buningga chiroyli kashtalarni bassaq, dadam atrofimizga yalak opirib sotsa bo'ladi. Bu obdan naslat bo'ldi. Uyda odam bormi? Birisi bizni bilib qolgan o'xshaydi Santa. Qo'rqma, qo'rqida keshish yo'q. Men tush ko'rgan, tushimda birisi meni tutib olgan. Bo'l, hujran kirib ket. Eshikni ichidan taqib ol. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xo'jayining bilan paranglashaydi dedim. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.